Sizamiz, ko'ryapsizlarmi? Bolalarning darsini boshlab oldim. Ota-onalar, hurmatli ota-onalar, 100 marta qaytaraman, yana 5-6 marta bir xil ota-onalar tushunmaganmi, bilmagan kelishdi-da. Oldimga kelib turib, Mansur aka darsga kim o'tyapti deydi. Kim o'tayotgan ekan desam, meni gruppani man sizlarga 100 marta tushuntiraman. Gruppada 8 ta, 7 ta bo'lib ishlaymiz. 3 ta trener, 5 ta shogird bo'lib ishlaymiz. Hozir shogirdlar obeddan keyin keladi. 2 tasi ertalab ishlaydi, 3 tasi obeddan keyin almash-almash ishlaymiz. Trenerlar ham hozir ishda hozir keladi, ular ham kelmadi. Xulos, nim bilmayman. Xullas, mana darslarni mana shogirdlar mana qarashyapti, ko'rasizlar. Men bu yerda dars o'tyapman, 2-qator, 3-qator, 4-qatorga zadaniya berib qo'yganman. Yo'lda yaxshi suzadigan bolalarimizga ularga qarab nazorat qilaman-da. 1-qator bilan ishlayman. Hamma yangi kelganlar doskalar bilan faqat suzadi, bunaqa narsalar bilan suzadi, boshqa narsalar bilan suzmaydi. Faqat sekin-sekin o'rgatib olamiz. Bir xil ota-onalar keladi, endi hamma ham emasman. Endi nobota mingtadan 2 ta, 3 ta, 10 tasi bola. Bolam bitta narsani qilaverar ekan, bitta narsani qiladi. Oyoqni ukreplyatsiya qilish kerak, oyoqni birinchi o'rgatib olish kerak. Keyin sekin-sekin qo'lni qo'shamiz. Ikkinchi o'chiratda biz balonchik bilan o'rgatmaymiz darsni. Biz balonchik bilan ishlamaymiz. Umuman balonchik narsa ishlatmayman. Nechta bola bo'lsin, 50 ta bo'ladimi, 40 ta bo'ladimi bola, hammasi современный оборудование va mana darslarni ko'ryapsizlar, mana. Sizlarga yana nima kerak? Mana ota-onalar. Shogirdlar nima uchun kerak menga shu yosh bolalar dars o'tgan ekan deydi aniq. Yosh bolalar dars o'tmaydi ota-onalar, to'g'ri tushuninglar. Sizlar meni oldimga kirasizlar, gaplashasizlar, men bilan so'rashasizlar. Ko'ringlar, mana basenda nechta trening ishlayapti, meni qatorimda. Mana bolanglar, mana bolanglar, hammasi yaxshi suzyapti. Hali obeddan keyin odam ko'p bo'ladi, конечно. Hozir hamma xoliysiz, siz ham xoliysiz, bolangiz boshqasi keladi, men ham bolam oling iltimos deb. Yo'q, ha bu bo'lasizlar, boshqa trenerga boringlar desam, jahlilar chiqib ketdi orasida. Menga boshqa trener kerak emas, men siz kerak. Xo'p, kerak bo'lsa, meni gapimni kiringlar. Vaqtini o'zgartiramiz masalani. Hozirchalik masalan 6 ta gruppamiz, 7 ta gruppalarda bor joylarimiz masalan kech payt. Это вот дети ваши, вот они дети. Вон они. Вот дорожка, Амина плавает. Вот там они все плавают, вот они. Вот ваши дети. Mana Sodiqov boysa, mana. Ana, Sodiqov, вот он, вот так, вот он плывет. Все нормально. Hamma shu yerda. Suzatdi. Suzduramiz. Hammanglar bolanglar harakatda. Suvga tushib harakat qilib, balonchi taqib qo'ygan joyimni. Balonchi taqib qo'ysam o'ynab yuraveradi, cho'mini maza qilib. Bunda qiyin harakat. Hammaga yana bir marta qaytaraman, hammaga tegishli emas bu gaplarim. O'zingizlarga olmanglar, iltimos ota-onalar, xafa bo'lmanglar menning gaplarimga. Hamma bolaga o'zimni bolamdek qarayman, har bittasiga. Har bitta bolamizga nazoratda, hammasi harakat qiladi, hammasini suzdiramiz, hammasini trenировка qildiramiz. Вот они все плывут. Да, вечером народу много. Почему? Kechqurun odamimiz ko'p, sababini aytaman. Mani gruppamdan tashqari вообще, кроме моей вообще группы, тоже у всех тренеров много народу. Почему? Потому что все после работы, после... Сейчас каникулы начнется, она еще через месяц мы перейдем в режим с утра до вечера. Я сейчас так и так работаю, но ваши дети же, многие еще в школах учатся. Всех перекинем по разному времени. Hamma vaqtda har xil bo'ladi, shuni bemalol bo'ladi. Xullas, bolalar harakatda